Aytishicha, aytishicha 1941-yilda qabr ochilgan. Oradan 3 kun o'tib Ikkinchi jahon urushi boshlandi. G'arbda Oltin O'rta asr, sharqda Hindiston, janubda Eron va shimolda Rossiya hududlarini yurishlar qilib, o'z qudratini namoyon etdi. U tartib-intizom va harbiy strategiyani mukammal darajada ochib bergan. Bundan keyin uning o'g'li Bokor Mirzo otasining ishini davom ettirdi. U ilm-fan, madaniyatni yanada rivojlantirdi. Shohur zafarnoma asarini yana bir tarjim Sharofiddin Ali Azdiy yozgan. Amir Temur o'zining namoyon etdi. U tartib-intizom va harbiy strategiya Bundan keyin uning o'g'li Shohur Mirzo otasining ishini davom ettirdi. U ilm-fan, madaniyatni yanada rivojlantirdi. Shohur zafarnoma asarini yana bir tarjim Sharofiddin Ali Azdiy yozgan. Amir Temur o'zining davlat boshqaruvi tajribasini Temur tuzuklari nomli tarjim Amir Temur o'zining davlat boshqaruvi tajribasini Temur tuzuklari nomli asari orqali avloddan-avlodga qoldirgan. Bu asarda u raqiblar qanday bo'lishi, adolatni qanday tiklash kerakligini tafsilotlari bilan yozgan. Bu asar faqat tarixiy hujjat emas, maktabi siyosat va axloqiy darslikdir. Adolatni qanday tiklash kerakligini tafsilotlari bilan yozgan. Bu asar faqat tarixiy hujjat emas, balki maktabi siyosat va axloqiy darslikdir. Temur aytgan: "Men adolat bilan ish ko'rdim. Shuning uchun g'alaba men tomonda bo'ldi."